Parrandachilik bilan shug'ullanaman. 25 xil 30 xil parranda turi bor. Dekorativniy o'sha chiroyli tovuqlar har xil davlatlarga. 8 yil 9 yil bo'lib qoldi shug'ullanishni boshlaganimizga. O'g'illarim hammamiz mana shu oilaviy qarab ko'paytiramiz shularni. Charchaganingizda uyingizga kelib, yeyingizni dam olib, tomosha qilib o'tiradigan narsa. O'zi aslida o'zimizni sog'liq uchun 5-6 ta olib kelamizni, mana shu qiziqish mana shunaqaga biznesga aylanib ketdi. 3 dona tovuqimiz bor edi asosiy. 3 dona tovuqdan sekin ko'paygan mana shunaqa. Daromadlari hamma yo'q, yaxshi ishlasa bo'ladi. 50 million, 60 million pul topib olasiz bemalol. Mana shu orqasidan o'qitdik bolalarni ham. Bular hammasini nomi bor, pasporti bor, o'sha davlatdan nima sababdan chiqargan. Bular Phoenix bor, albatta, Breaker, IMC Money, Uxoyoli hammasini o'zini dokumentlarni, pasportlari o'sha davlatdan nima sababdan chiqarganini ko'rsatgan. Hozir bitta Malayziyaniki bor, Koreya bor, Italiya bor, Gollandiya. Internet orqali boshqa davlatlardan ko'ra hozir Tojikiston, Turkmaniston hammasidan talab bor, so'rashyapti hozir. Hozir o'tgan yil Koreya bilan Turkiyaga jo'natdi. Hozir Turkmaniston bilan Tojikiston ko'p so'rayapti hozir. 2023-yilda 30 million kredit olganmiz. Mana shu zotdor tovuqlarni ko'paytirish maqsadida inkubatsiya uchun olganmiz. Inkubatsiyadan zotini ko'paytirib, jo'jalarni sotib, tarqatib biznesini rivojlantiryapmiz. Tuxumlarini shu internet orqali har xil davlatlardan qiziqib topamiz. Hozir bizda hech kim ahamiyat bermaydi. Oddiy suv idishlari, mana shular ham Turkiya davlatidan chiqadi o'zi aslida. O'zimizda ishlab chiqarsak, mana shunga talab bor. Shu oddiy suv ichadigan idishi, don idishi, tovuq sohasiga shu oyog'iga qo'yadigan kalsiumlari bor, shu ishlab chiqaradigan narsalari bor. Ishlab chiqarib yo'lga qo'ysa bo'ladi. Qani bizga ham kelishib, mana shu tovuqlar suvda ishlashib olimlar, o'quvchilarga o'rgatib, bolalarni qiziqtirish kerak bu sohalarga ham. Mana shu narsani rivojlantirishda yo'lga qo'yish kerak yana ham. Qo'llanmalarini, kitoblarini yozish kerak. Parrandachilikni yana rivojlantirib, 30 xil, 50 xil baliq, qush sohalarida ham yana faoliyat kengaytirmoqchimiz.